BTS Islom ummati uchun yashirin xavf. Bugun sizlar bilan ko'pchiligimiz beparvo qarab kelayotgan, ammo asta-sekin yoshlarimizni bizga mutlaqo begona bo'lgan g'oyalar tomon yetaklayotgan jiddiy xavf haqida suhbatlashamiz. Avvalo bu masalani naqadar katta tahdid ekanini anglab yetishimiz uchun ushbu xavfning asl mohiyati nima? U qayerdan kelib chiqdi va qanday yo'llar bilan ongimizga singib bormoqda? Shu savollarga qisqacha to'xtalib o'tishimiz zarur. Agar bu mavzu siz uchun ham muhim bo'lsa, like va izohlaringiz bilan bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Sizni faolligingiz bu kabi mavzularni ko'proq yoritishimizga turtki bo'ladi. 21-asr dunyo texnologiya sohasida misli ko'rilmagan yutuqlarga erishgan davr desak mubolag'a bo'lmaydi. Hayotimizdagi deyarli har bir soha jadal suratlar bilan rivojlandi. Albatta bu jarayonda show biznes industriyasi ham bir joyda qotib qolmadi. Aksincha, u zamon bilan hamnafas ravishda o'z qamrovini kengaytirib bordi. Bugun turli mamlakatlar va madaniyatlar ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z qadriyatlari, estetikasi va dunyo qarashini namoyish etib, shu yo'l bilan global miqyosda ta'sir o'tkazishga intilmoqda. Bu ta'sir esa ko'pincha bilinmasdan yoshlar ongiga singib borayotgani bilan yanada xavfli tus olmoqda. So'nggi paytlarda asta-sekin, biroq nihoyatda kuchli ta'sirga ega bo'lib borayotgan K-pop yo'nalishidagi guruhlarning xavfi aslida siz u biz tasavvur qilganimizdan ham ancha kattaroq ekanini hech o'ylab ko'rganmisiz? Keling avvalo, K-pop nima? U qayerda va qanday sharoitda paydo bo'lgan? Ana shu savollarga qisqacha to'xtalib o'tamiz. K-pop degani nima o'zi? Aslida buni tushunish unchalik murakkab emas. Bu qisqa atama bo'lib, unda koreys pop musiqasi degan tushuncha mujassam. Aniqroq aytganda bu Janubiy Koreyada shakllangan pop musiqa yo'nalishi. Ammo savol tug'iladi. Nega u boshqalardan ajralib turadi va hatto alohida nom bilan ataladi? Buni sababi shundaki, K-pop zamonaviy g'arb musiqasi uslublarini qorishmasi hisoblanadi. Unda hip-hop, raqs musiqasi, R&B va boshqa ommabop yo'nalishlar bir-biri bilan uyg'unlashtirilgan. Soddaroq qilib aytganda, K-pop bugungi yoshlarni didiga mos bo'lishi mumkin bo'lgan, inson diqqatini tez tortadigan, ohang, obraz va sahna ko'rinishlari bilan o'ziga jalb etishga mo'ljallangan bir qancha musiqa unsurlarini o'zida jamlagan sanoatdir. Agar mabodo tushunmagan bo'lsangiz, qaytadan eshitishingiz mumkin. Bugungi kunda K-pop sanoatini eng yuqori cho'qqisida turgan, millionlab yoshlarga kuchli ta'sir o'tkazayotgan guruh bu BTS. Biz bu yerda ularni qanday shakllangani yoki tarixiy jarayoni haqida batafsil to'xtalib o'tmoqchi emasmiz. Aksincha biz uchun eng muhim bo'lgan jihat ushbu guruhni bugungi kundagi o'rni va ayniqsa musulmon yoshlarini ongi va qadriyatlariga solayotgan tahdidi haqida so'z yuritamiz. Birinchidan BTS guruhini eng katta xavfiga to'xtalsak, bu ular va shunga o'xshash guruhlarning asosiy maqsadi muxlislari orasida idolga aylanishdir. Idol inglizcha so'z bo'lib, aslida soxta iloh, ma'bud degan ma'noni bildiradi. BTS guruhining vakillari muxlislari orasida aynan mana shunday idol sifatida ko'rsatiladi. Go'yoki ular mukammal inson, hech qanday nuqsoni yo'qdek qabul qilinadi va shu tarzda yoshlar ongiga singdiriladi. Ya'ni ular mushriklarning ilohlari kabi insonlar ongida sun'iy ma'bud obrazini yaratadi. Bizni muqaddas islom dinimizda Alloh taolo bizni o'zidan boshqa har qanday ilohlarga ibodat qilishdan va ularni ulug'lashdan qaytaradi. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: "Aniqki biz har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar va tog'utdan yiroq bo'linglar" deya payg'ambar yuborganmiz. Nahl surasi 36-oyat. Bugungi kunda o'zini idol sifatida taqdim etayotgan bunday guruhlarni barchasi Allohni bizdan yiroq bo'lishni buyurgan tog'utlaridir. Ular yoshlar ongiga soxta ma'bud sifatida singib, e'tiqodimiz va qadriyatlarimizga tahdid solmoqda. YouTube platformasida eng ko'p izlanadigan video kliplari esa 24 soat ichida 100 milliondan ortiq tomosha qilinadigan shu mashhur BTS va shunga o'xshash K-pop yo'nalishidagi guruhlarning yana bir juda xavfli xatari borligini bilasizmi? Ular nafaqat soxta iloh sifatida yoshlar ongiga singadi, balki sahnadagi obrazlari bilan yoshlarni ularga taqlid qilishga undaydi. BTS guruhining obrazi androginniy ko'rinishni targ'ib qiladi. Ehtimol bu so'zni siz ham men kabi birinchi marotaba eshityapsiz. Chuqur izlanishlardan so'ng
Men sizlarga bu ibora nima ekanini tushuntirishga harakat qilaman. Androginniy ko'rinish bu shunday holatki, bir odamda erkak va ayol elementlari birlashib ko'rinadi. Masalan, yuz tuzilishi, tana shakli, soch turmagi, kiyimi, hatto ovozi aniq bir jinsga xos bo'lmasligi mumkin. Qadimda bu kabi ko'rinishlar nuqson sifatida qabul qilinar edi, ammo bugungi kunda ular modaga aylangan. K-pop xonandalarining aksariyati ushbu imijni kliplarida va sahnalarida yoshlar ongiga singdirib boradi. Bunday imij yoshlar ongida jinsiy identifikatsiya va qadriyatlarni chalkashtirib yuborishi, ularni tabiiy jinsiy farqlardan uzoqlashtirishi mumkin. Ma'lumki, hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zini ayollarga o'xshatgan erkaklarni va o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarni la'natlaganlar. Bu esa bizga ushbu mafkurani qanchalik xavfli ekanini ko'rsatadi. BTS va shunga o'xshash guruhlar esa erkak va ayol o'rtasidagi yoki jinsiy belgisi aniq bo'lmagan shaxslarni ommaviy tarzda targ'ib qiladi. Shu bilan birga LGBT tizimini keng yoyilishiga xizmat qiladi. Uni ustiga LGBT jamiyati ichida BTS ularni ramziy namoyandasi sifatida qabul qilingan. Bu esa yoshlar ongiga tushuntirishsiz va sezilmas tarzda bu mafkurani singib borishiga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda texnologiya va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ongiga nihoyatda kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. K-pop va shunga o'xshash guruhlar, xususan BTS, o'z muxlislariga o'zlarini soxta ilohlar sifatida qabul qilishga, androgin imij va jinsiy chalkashlikni targ'ib qilishga undamoqda. Hadis va Qur'oni Karim oyatlari bizga bunday mafkura va ta'sirdan yiroq bo'lishni buyuradi. Shu bois yoshlarimizni ongli va e'tiqodli bo'lishga, bunday soxta obraz va g'oyalarga aldanmaslikka chaqiramiz. Har birimiz mas'uliyat bilan harakat qilib, ularni diniy va ma'naviy qadriyatlariga zarar yetkazilishini oldini olishimiz kerak. Unutmang, yoshlarni ongini va qalbini saqlash jamiyatimiz va kelajak avlodimiz uchun eng katta mas'uliyatdir.